Türkiye aktiv televiziya kanalına telefon orqali bağlanğan Uyghur Abdurahman Satiqning Xitoyning Sharq Turkistondagi inson qilipidan chiqqan zulmlari haqida qilgan so'zlari zo'r ta'sir qo'zg'adi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirus vabosini Allohning Xitoyga bergan jazosi deb qaraydiganligini bildirgan Abdurahman Satiq o'z kechirmishlariga birlashtirib Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan kamsitish siyosati haqida to'xtaldi va Xitoy bizga nima kunlarni ko'rsatgan bo'lsa, hozir o'zlari shuni ko'ryapti dedi. O Uyg'urlarning burun Xitoy shaharlarida mehmonxona topolmaslik qatorliq kamsitish muomalasiga uchirganligini, hozir bo'lsa Xitoyning dunyo miqyosida kamsitishga uchrayotganligini aytdi. Abdurahman yana Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning yaqinda qilgan Xitoyni to'sib qoladigan bir kuch yo'q degan so'zlarini xotirlatib o'tdi. Musulmon dunyosining, bo'libmi arablarning Sharq Turkistondagi zulmga sukut qilganligini ta'kidlab, 21-asrda insonlar oyga chiqyapti. Lekin biz Sharq Turkistondagi oilamiz bilan aloqalashamayotimiz. Yana kelib buni isbotlashga tirishyapmiz. Insof qilinglar qarindoshlar dedi. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlar farzandlarini ota-onasidan ayirib, Xitoy o'lka shaharlarida ta'sis qilingan atalmish Xinjiang sinfiga avatish orqali ularni texmo tez xitoylashtirish uchun bir qator ming yuvish faoliyatlarini elib berayotgan edi. Zhejiang o'lkasida Xinjiang sinfidagi Uyg'ur o'quvchilar bilan suhbat elib borgan Zimiston to'ri muxbiri bu o'quvchilarning o'qish bitirgandan keyin Xitoy Kommunist partiyasiga bo'lgan sadoqatini bildiradigan imtihonlardan o'tgandan keyin yurtlarga qaytarilib, soqchi organlari va ma'rif sohasida xizmatga taqsim qilinganligini bildirdi. Ommaviy taratqularda bo'lsa, atalmish Xinjiang sinfida o'qiyotgan o'quvchilarning Wuhan virusi sababli qamal qilingan shaharlarda qapsilib qolganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va 20 dan ortiq davlatga tarqalgan koronavirus sababli o'lganlar soni tez suratda oshmoqda. Xitoy Sahiyya komitetining bildirishicha, yaqinqi 24 soat ichida virus bilan yuqumlangan 73 kishi o'lgan. Buning bilan Xitoyda o'lganlar soni 563 ga yetgan. Xitoy miqyosida yuqumlanganlar soni 28 mingdan oshgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyda bir buvoq tug'ilib 30 soatdan keyin koronavirus bilan yuqumlanganligi o'tirg'i chiqdi. Virusning bu bolaga qanday yuqqanligi aniq emas. Yana bir tarafdan Hong Kongdan Yaponiyaga kelgan va 3700 yo'lovchi bor bo'lgan bir paraxotda bir yo'lovchida Wuhan virusi bayqalgandan keyin 2 kundan buyon bu paraxotdagi kishilar bir-birlab tekshirildi. Hozirgacha 10 kishida virus bayqalganligi bildirildi. Hong Kongda bo'lsa 800 kishi o'ltirgan bir paraxotdagi yo'lovchilarni bir-birlab tekshirish davomlashmoqda. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan koronavirusini tunji bo'lib dunyoga oshkorlagan Xitoy doktor Livin Yangning virus bilan yuqumlanib o'lganligi bildirildi. Xitoyning Zhuani bo'lgan Yer shari vaqt gazeti dunyoni qo'rqitayotgan bu virusni tunji bo'lib oshkorlagan va orqadan jamiyat tartibini buzish bilan ayblangan doktor Livin Yangning koronavirusi bilan yuqumlanib o'lganligini xabar qildi. Yer shari vaqt gazeti bu xabarni doktorlarni koronavirusi haqida ogohlantirgan va jamiyat tartibini buzish bilan ayblangan doktor Livin Yangning payshanba kuni virus bilan yuqumlanib o'lganligidan xabar topdik deb e'lon qilindi. Doktor Le 2019-yili 30-dekabr ommaviy taratquv hisobida Wuhan virusi haqida ogohlantirgandan keyin soqchilarning parakanda qilishiga uchirgan. Amerika prezidenti Donald Trumpni vazifasidan iptashlash da'vosi Kengash palatada ovozga qo'yildi. Kengash palata a'zolari Trumpni gunohsiz deb qaror berdi. Tunji bo'lib huquqidan qalaymaqon foydalanish ahdnomasi ovozga qo'yildi. Trump 48 ga qarshi 52 ovoz bilan oqlandi. Orqadan parlamentning xizmatiga to'sqinlik qilish aybnomasi ovozga qo'yildi. Trumpni ayblagan 47 parlament a'zosiga qarshi 53 parlament a'zosi Trumpni gunohsiz deb ovoz berdi. Buningdan burun demokratchilar ko'p sonliqni egallaydigan Avom palatasi Trumpni vazifasidan iptashlash qarorini ma'qullagan edi. Trump Ukrainaga besim ishlatish orqali 2020-yillik prezident saylamining demokratchilardan bo'lgan nomzodi Jo Baydenni tekshirishni talab qilgan deb ayblangan edi.